Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham bir yaxshi narsa o'rganamiz. Bo'lib ham boshidan oxirigacha to'liq narsani ko'rib o'tamiz. Ya'ni bizda o'zi machine learningda, ya'ni sun'iy intellekt model qurayotgan paytimizda qanaqa qadamlar bor? Nimalardan iborat? Misol uchun mana sun'iy intellektni ham bizda nimalari bor? Turlari ko'p, to'g'rimi? Misol uchun computer vision bo'lishi mumkin, machine learning bo'lishi mumkin yoki boshqa bo'lishi mumkin. Turlar bor. Mana shulardan eng o'zagi, eng yuragi bu machine learning hisoblanadi. Machine learningning ichida misol uchun bizda nima mavjud? O'sha bilan birgalikda ishlaydi. Deep learning. Misol uchunda juda ham buning ichida juda ham ilmlar ko'p. Big data deydi, deep learning, data science, data analysis hammasi mana shu machine learningning ichida. Mana shu machine learning proyekt qilganimizda o'sha proyekt, biz qilayotgan proyekt nimalardan iborat o'zi? Misol uchun buning ichida nimalar bor? Har bitta bo'lim, misol uchun bo'lim bo'lib ko'radigan bo'lsak, har bitta bo'lim nimalardan tashkil topgan va nimalarga javob beradi? Aynan mana shu narsani bugun nima qilamiz? Qadamba qadam ko'rib o'tamiz. Qani bizda nimalar bor ekan? Qanaqa ketma-ketlik bor ekan? Bu yerda hozir mana bir nechtasi ko'rsatilgan, lekin bulardan tashqari yana juda ko'p bor. Misol uchun mana 3, 6, 9, 12, 13 da ko'rsatilgan, lekin bizda 20 dan oshiq qadamlar bor. Mana shuni birgalikda nima qilamiz, ko'ramiz. Buning uchun biz mana bu yerga kiraylikda. Lucid app bor bizda. Lucid app. Shuni ko'raylik qani birinchi. Lucid app yordamida qila oladigan bo'lsak, o'shanda qilamiz. Bo'lmasa Lucid appda qila olmasak, nima qilishimiz mumkin? Qo'lda chizib ko'rsataman, juda ham buni anosi yo'q. Katta farqi bo'lmaydi. Hozir mana ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi, demak. Lucid appni qiladigan bo'lsak, bunda new ni bosamiz. Lucid chart, blank document. Dokument ochaylik qani, nima deyotgan bu? Shape library management mana shu narsa. Flowchart, template'lardan bizga eng qulayi qaysi ekan? Ketma-ket bog'lab ketamizda. Bog'lab ketishimiz uchun eng qulaylari mana shunday bo'lsa, menimcha yoki mana bo'lsa ham bo'ladi. Ketma-ket bog'lab ketamiz. Mana shundan bitta tashlab olaylik bo'lmasa. Yoki bu yerda faqat anosim ekan, start trailni bosaylik. Sinab ko'rish imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, bizga bu qulay bo'ladi. Mana shu yerda mayli chizishni boshlaymiz sekin. Eng birinchi qadamimiz nima deyiladigan bo'lsa, bu aytaylik birinchi qadam. Bu qadamda nima bor? Loyihaning misol uchun qanaqa yoki bo'lmasa bunaqa deylik, loyihani aniqlash bosqichi. Mana. Misol uchun bu bosqich nimaga kerak bizga? Loyihani aniqlash bosqichida o'zi aytmoqchi bo'lib turgan narsamiz shuki, bizga nima bo'lish kerak? Misol uchun qanaqa loyiha qilinmoqchi? Bu nima loyiha o'zi? Mana shu loyiha haqida umumiy tushunib olinadi. Maqsadi nima? Biznesga qilinyaptimi yoki bo'lmasam boshqa bir anovlari bormi? KPI'lar deydi, misol uchun qanaqa cheklovlari bor, qanaqa tartibda bo'lish kerak, qanaqa o'sha funksiyalarni, imkoniyatlarni egallash kerak.
Keyin o'sha nima deymiz, misol uchun xususiyatlar, timeline, resurslar, mana shular o'rganiladi. Ya'ni loyiha haqida juda ham katta nima reja tuzib olinadi. Birinchi qadam demak loyihani aniqlash bosqichi. Borganingizda sirazi bizga nima beradi? Loyihani qanaqa holatda aniqlashni ko'rsatadi. Va o'rganib olamiz. Endi loyihani aniqladik. Loyiha tayyor. Endi bizda nima bo'ladi? Web scraping bosqichi bor. Buni yana bitta nomi data collection desak ham bo'ladi. Collection mana. Data collection bosqichida nima ketadi deyilsa, bu bosqichda bizda anu bor. Misol uchun o'sha loyiha boshlanayotgan yerda bizda misol uchun datalar mavjudmi? Excelda bo'lsin yoki bo'lmasam ko'plar jurnal yuritishi mumkin, albom yuritishi mumkin, nimadir yuritishi mumkin. Qanaqa holatda bo'lsa ham misol uchun mavjudmi data? Qanchalik bor? Bizga yetarlimi? Yetarli bo'lmasa web scraping, ya'ni internetdan qidirish kerakmi? Internetdan qidirayotganda ham manbalar aniqlanadi. Qaysi saytlarda bor shu bizga kerak bo'lgan ma'lumot. API'lar bu yerda ishlanadi. Web sahifalar, ma'lumotlar omborlari, ya'ni database'lar, log fayllardan izlanadi. Yig'ish vositalari bo'lsa, request, beautiful soap, selenium, API'lar bor. Bular bilan ishlanadi. Misol uchunda ya'ni mana bu keyingi bosqichimiz nima ekan? Loyihadan keyingisi web scraping. Ya'ni datani nima qilib olish? Aniqlab olish. Ma'lumotni yig'ish bosqichi hisoblanar ekan. Endi keyingi bosqichni biz nima qilamiz? Keyingi bosqichni yozamiz. Bizga mana bular kerak emas edi o'zi aslida. Nimaga bu paydo bo'lib qoldi? Mana. Mana buni olamizda, mana bunga qo'yib qo'yamiz mana. Keyingi bosqichimiz bor bizda. 3-bosqichimiz bu data merging deyiladi. Mana bu yerda yozamiz. Data merging. Ya'ni mana bu yerda nima qilinadi deyilsa, yig'ilgan datani 3 xil turi bor bizda. Merge qilish bor yoki concat qilish bor yoki join qilish bor. Mana shu tartiblar orqali yig'iladi. Data yig'iladi. Data merging, ya'ni web scrapingdan misol uchun aytaylik 3-4 ta saytdan biz ma'lumot qidirdik. Bundan tashqari o'zimizda ham bor edi. Jurnalda yozilgan, Excelda saqlangani ham bor edi. Yana internetdan ham topdik. Ya'ni mana shu datalarni bitta qilib yig'ishimiz kerak. Yig'ishning ham tartibi bor. Merging, concat, join. Ya'ni mergingda har xil datalarni bitta qilib yig'ish. Har xil joydan kelgan har xil ma'lumotlar datalarni yig'ish. Concat bo'ladigan bo'lsa bir xil datalarni yig'ish. Misol uchun bir xil data, siznikiga o'xshagan data internetda ham bor edi, o'zingizda ham bor, o'shani qo'shish. Join bo'ladigan bo'lsa, joinda joinni ham o'sha turlariga qarab turib, ya'ni ma'lumotlarni yig'asiz, lekin sizda borlarni tashlab yuboradi. Mana shu tartibda yig'ish. Bu demak 3-qadamimiz hisoblanar ekan. Keyin data merging bo'lgandan keyin keyingi qadamga nima qilamiz biz? O'tamiz. Keyingi qadamimiz bizda bo'ladiki, mana bu yerga yozamiz endi. 4-qadam bu. IDA deyiladi bu. Mana IDA. Ya'ni tarjimasini yozib beraman. Exploratory data analysis. Mana exploratory data analysis. Mana shu qadam. Ya'ni bu IDA qadam bo'lar ekan. Bunda nima qilinadi deyilsa, endi men bu yerga hozir yozmayapman. Qadamlarni ichida nima bo'lib, har bitta qadam ichida juda katta kodlar bor. Bu yerda faqat qadamlar ketma-ketlikni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu qadamda nima qilinar ekan demak, har bir ustunni statistikasi ko'riladi.
ya'ni mean o'rtacha qiymati, median, std, non qiymatlar, misol uchun bo'sh qiymatlar. Ya'ni mana shu data biz yig'gan datamizni exploratory qilamiz, ya'ni buni ustida amaliyot olib boramiz. Mana shu datamizda qanaqa usullar bor, nima ma'lumotlar bor, qancha bor, tushib qolgan qiymatlar qancha, duplicate qiymatlar qancha, yoki unknown value deydi, ya'ni notanish belgilar bo'lib qolishi mumkin. So'roq belgilari, kuchukcha belgilar, rishotkalar, yoki bo'lmasam qanaqadir boshqa bir simvollar qo'shilib qolgan bo'lishi mumkin. Yig'ilgan datamizda o'sha narsalar nima qilinadi? Analiz qilinadi. Faqat ko'rib miqdori boshqasi o'rganiladi. O'chirilmaydi, to'g'rilanmaydi, boshqa qilinmaydi. Faqat analiz qilish. Misol uchun, aytaylik, biror dataset bo'ladigan bo'lsa, o'sha datasetimizda mana shu ma'lumotlarimizni bizga kerakli miqdorda bormi? Misol uchun, kerakli narsalar bormi? Mana shularni nima qilamiz? IDA bosqichida ko'rib o'tar ekanmiz, Exploratory Data Analysis bosqichida. Endi mana bu yerdan bitta boshqani tashlaylikda. Mana bu bosqichimiz bor endi. 5-qadam. 5-qadam bor. Qadam-ba-qadam ketyapmiz. Bu data pre-processing deymiz. Mana bu yerda pre-processing bo'lsin. Mana bu bosqichimiz ham juda ham muhim bosqichlardan hisoblanadi. Ya'ni bizga ko'plab nima deymiz, asosiy bosqichlardan biri desak ham bo'ladi. Ko'plab ishlarni bajarib beruvchi bosqichlardan biri. Data pre-processing. Ma'lumotlarga ishlov berish bosqichi. Ya'ni missing values. Tushib qoldirilgan qiymatlar to'ldiriladi. Keyin type conversion, misol uchun turlar to'g'rilanadi. Misol date time parsing, categorical types degan narsalar bor. Keyin text cleaninglar bo'ladi. Misol uchun birinchi missing value bo'ladigan bo'lsa, missing value ni ham 5 ta turi bor. Mean, mode, median bilan to'ldirish, duplicatedlar, o'sha unknown value larni almashtirish, mana shu bosqichlari bor. Keyin ko'radigan bo'lsak, encoding qilinadi. Encoding ni ham boshqalar bor. One hot encoding, label encoding, target encoding, ordinary encoding, categorical encoding qilinadi. Keyin scaling qilinadi. Mana shu bosqichda, data preprocessingda. Scalingda ham 3 xil turi bor. Standard scaling, min-max scaling, robust scaling. Mana shular har bittasi bajariladi. Endi keyingi bosqichimiz bor. Keyingi bosqichimiz bu qaysi deyiladigan bo'lsa, mana uni olamizda, keyingi bosqichni yozamiz. Bu sampling bosqichi. Ya'ni sampling. Tak. Sampling. Mana. Sampling yoki bo'lmasam class, mana bu yerga class ochamizda. Class imbalance deb qo'yamiz, balance. Ya'ni bizda ishlov berdik, boshqa qildik. Buni xohlasak, endi bu yerda istinod anulari ham bor, ya'ni misol uchun data processing qilishdan oldin missing value qilgandan keyin sira sampling o'tsa ham bo'ladi. Umumiy bu qadamlarimiz yuzaki anda aytilyapti. Ya'ni bizda misol uchun mana oversampling, undersampling degan narsalar bor. Ya'ni bizga target ustunimiz bo'ladi, to'g'rimi? Supervised machine learningda target ustuni bor. O'sha target ustunidagi qiymatlar bo'ladi. Misol uchun binary classification bo'ladigan bo'lsa, ha yo'q bo'ladi. Misol uchun ha dan 90 ta bo'lib turib, yo'qdan 10 ta bo'lib qolsa, biz modelni o'qitadigan bo'lsak, ha ga moslashib qoladi-da, bu to'g'ri bo'lmaydi. Ha ham teng bo'lishi kerak, yo'q ham teng bo'lishi kerak. Ha ham 50 ta, yo'q ham 50 ta bo'lishi kerak. Mana shunda balans ushlangan bo'ladi. Mana shu balans to'g'rilash bosqichi sampling deyilar ekan. Bu yerda o'zi oversamplingda misol uchun random oversampler, smooth, adasinslar bor. Undersamplingda ham random oversampling, tomic links, near misslar bor. Yoki gibrid qilishimiz mumkin, smooth tomic bilan yoki smooth NN bilan. Mana shu balansni to'g'rilash, target ustunimizdagi balansni to'g'rilash bu nima qilinar ekan demak? Sampling bosqichida amalga oshirilar ekan.
Keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichga tak 7-qadamni ko'radigan bo'lsak, mana bu yerda feature analysis. Feature analysis. Mana feature analysis bosqichi. Feature analysis bosqichida bu ham nima deymiz, o'sha yaxshi, kerakli, zarur bo'ladigan bosqichlardan biri hisoblanadi. Juda ham ko'p ma'no qilinadi. E'tibor qilinadigan bosqichlardan. Ya'ni bizda bizning featurelarimizni importanceligi tekshiriladi. Ya'ni muhimlilik darajasi tekshiriladi. Ya'ni bizda qaysi ustunlar aynan analiz qilib chiqamiz, buni ham turlari bor, boshqasi bor. Muhim, eng zarur anavlar qaysilar, misol uchun? Etaplar, bosqichlar qaysi? Mana bu narsa bizga nima bo'ladi demak? Bitta asos bo'ladiki, o'sha qilayotgan ishimizni yanada to'g'rilab olib borishga. Endi yana keyingi bosqichimiz bor. Keyingi bosqichimizda bunga ham bittani chizib qo'yamizda. 8-qadam ekan bu endi. Entimizda mana bu yerda yozamiz. 8-bosqichimiz dimensionality reduction. Dimensionality reduction mana. Keyingi bosqichimiz bu. Ya'ni bizda qiymatlarimizni nima qilish, o'zimizga kerakli darajaga tushirib olish. Chunki bu noise bo'lishi mumkin. Datalarda noise bo'ladi. Ya'ni o'sha datalarimizni nima desak bo'ladi, o'sha treyning qilish jarayonida yoki bo'lmasam mana shu datalar bilan ishlash jarayonida dimensionality reduction, ya'ni o'lchamini to'g'irlash bosqichi bu. O'sha feature analysis qilib oldik, endi buni o'lchamlarini to'g'irlash qadamlari ketiladi. Buni o'zida ham misol uchun mana algoritmlari bor, ketma-ketliklari bor, tartiblari bor. Mana shularga nima qilinar ekan demak? E'tibor berilar ekan. Tak. Hozir. Xo'sh, keyingi qadamni ko'ramiz. Dimensionality reductiondan keyin bizga keyingi qadamimizga nima qilamiz? Demak, duch kelamiz. Bu qadamimiz feature engineering qadami. Feature engineering. Mana bu qadam. Bu ham juda ham muhim qadamlardan. Mana shunga e'tibor berasizlar. O'zi bu yerda misol uchun mana eng asosiy qadamlar bor, yengilroq, ya'ni tashlab ketish mumkin bo'lgan qadamlar bor. Lekin bizda mana shu feature engineering nima ekan demak? Juda ham muhim qadamlardan ekan. Muhim qadamlardan biri ekan. Albatta bunga ham nima qilish kerak? Yuqori darajada e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Bu yerda nima qilinadi? Feature engineeringda. Misol uchun bizda mana feature selection qilib tanlab oldik, feature analiz qilib oldik. Selection emas, hali analiz qildik. Mana shu analiz qilgan paytimizdagi featurelar bizga gohida nima bo'lishi mumkin? Yetmay qolishi mumkin. Yetmay qolgan paytda yoki bo'lmasa yetarlicha data bo'lmagan paytda feature engineering o'zimizda mavjud bo'lgan ustunlardan qo'shimcha ustunlar yaratish imkoniyati nima bo'ladi bizda? Mavjud bo'ladi. Ya'ni, misol uchun aytaylik, bizda ma'lumotlar bor. Aytaylik, birorta korxonada ishlovchi ishchilarning ma'lumotlari bor. O'sha yerda bizga ustun kerakki, aytaylik, nima ustun bo'ladi desak, misol uchun mana shunaqa ustun bo'lsinki, ishchilarni misol uchun eng eski ishchilar ustuni, eng yangi ishchilar ustuni kerak. Misol uchun, mana shuni qo'shayotgan paytda o'zimiz engineering qilib turib, mana shu featurelardan, berilgan featurelardan tanlab olamiz. Mana bu nima ekan demak bizda? Tanlab olish feature engineering ustuni bo'lar ekan. Qadami bo'lar ekan. Demak, keyingi bosqichni nima qilamiz? Davom ettiramiz. Keyingi bosqichda biz yozamizki, mana shu yerda unsupervised machine learning bo'ladi. Ya'ni bu ortiqcha ta'rif bermaylik, mayli. Unsupervised machine learning degani
Bizda nima bor? Ya'ni clustering, anomaly detection mana shular yordamida o'zimiz qo'shimcha segment yaratishimiz mumkin bo'ladi. Feature engineering qildik. Feature engineering orqali qila olmagan ishlarimizni unsupervised machine learning yordamida, clustering yordamida qilamiz. Unsupervised machine learning ham alohida bu o'zi alohida bosqich hisoblanadi. Bu alohida o'rganiladi. Ya'ni bizda qo'shimcha segmentlar yaratilar ekan. Ya'ni featurelarni nima qilamiz? Olib turib, yaratib, chiroyli qilib asosiy featurelarga qo'shamiz. Mana bu bosqich nima bo'lar ekan bizda? Unsupervised machine learning bosqichi bo'lar ekan. Endi 11-qadamimiz bor. 11-qadamda model selection bo'ladi. Mana. Model selection. Model selection bosqichida nima qilinadi? Algoritmlar tanlanib, o'sha algoritmlar bilan ya'ni train, test, validate mana shu ishlar bajariladi. Ya'ni o'sha modellarimizga o'qitish, o'rgatish, cross validation ya'ni tekshirib olish va metrik jadvallar. O'sha natijalar qanaqa chiqayotganligini ko'rib olish mumkin bo'ladi. Endi model selection qilib bo'lgandan keyin biz bu modelni nima qilamiz? 12-bosqichda cross validation qilamiz. Cross mana bu yerga yozamiz. Validation. Mana validation. Cross validation bosqichi bu bizga nima qilib beradi ekan? Demak, o'sha ma'lumotlarimizni aytaylik, to'g'ri chiqdimi, qanchalik xato beryapti, qanaqa natijalar ko'rsatdi. Mana shuni chiqayotgan natijani haqiqatdan to'g'rimi yo'qmi tekshirib olish uchun bu ajoyib bir qadam hisoblanadi. Mana shuni nima qilishimiz mumkin? Qo'shib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana shu yerda bitta qadamimiz bor. Bu qadamimiz shuki, Ctrl C Ctrl V qilamizda biz endi bu yerda misol uchun mana qadamlarni orasida istisnolari bor deb aytdim. O'shalarni ham e'tibor berasizlar. Ya'ni qo'shish mumkin bo'lgan, qo'shib mumkin bo'lmagan yoki bo'lmasa orada qo'shilib ketiladiganlari bor. 13-qadam bu auto pipeline. Xolasangiz bu joyda qo'shasiz, xolasangiz oxirida qo'shsangiz ham bo'ladi buni. Auto pipeline, ya'ni biz mana shu data processing, encoding, scaling, analizlar berish, engineering mana shu barchasini qo'shib auto pipeline, ya'ni o'zi tayyor yasab beradigan, model yaratadigan jarayon bu auto pipeline deyiladi. Mana shu jarayonni 13-bosqichda qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Endi mana bu yerga yana bitta qo'shib ketadigan narsamiz bor. Bu yerga qo'shib ketishimiz mumkin. Nimani? Mana bu yerda 14 deymizda, 14-qadam bu shape analysis deymiz. Shape analysis. Mana bu qadam. Bu qadamda nimalar qilinadi? Ya'ni bu qadamimiz bizni train qilgan, ya'ni o'rgatgan sun'iy intellektimizga qaysi featurelar, qaysi ma'lumotlar yaxshi ta'sir qildi, qaysi ma'lumotlar yomon ta'sir qildi, qanaqa plus tomonlari bo'ldi, qanaqa minus tomonlari bo'ldi. Mana shu jarayonni ko'radigan bosqich bu shape analysis bosqichi ekan. Mana bu nima bo'ldi endi bizda? Ajoyib bir yanada o'sha featurelarni to'g'ri tanlash, mukammal tanlashga bir sabab bo'ladigan nima ekan? Bosqichlardan biri ekan. Endi keyingi bosqichga o'tamiz. Mana bu yerda nima bo'ladi bizda? Endi misol uchun mana ko'rdik. Ishlar bo'ldi. Endi buni kuchaytirishga o'tamiz. Ya'ni ensemble strategy. Ya'ni ensemble strategiyalarga o'tamiz endi. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Ensemble strategiyalar. Mana bu yerda yozadigan bo'lsak, voting bo'lishi mumkin-da. To'xtang, mana shuni aniga yozib qo'yaydi. Mana bunday qilamizda, buni kichraytirib mana hozir anoni yozib ko'rsataman. Mana bunday qilamiz, mana bitta to'rtburchak tashlaymiz. Keyin bu yoqdan ham ochib, bitta
dumaloq tashlaymiz. Yana bunda bor, bundan ham chiqarib yana bitta dumaloq tashlaymiz misol uchun. Bu yerda o'sha anular bor o'zini, bosqichlari bor. Tak, mana buni misol ozgina pastroq tushiramiz. Endi bu yerda qaysi anular bo'ladi desa, voting bo'lishi mumkin. Stacking bo'lishi mumkin. Keyin bagging bo'lishi mumkin yoki boosting bo'lishi ham mumkin. Mana shu nimalar, qadamlar. Yo mayli, endi men ensemble strategiyadan stacking, bagging, voting qo'yaylik. Boostingni o'zini alohida olamiz. Ya'ni biz nima qildik? Ensemble anular bo'yicha oldik. Endi 16-qadamga keldik. 16-qadam. Demak, bizda nima ekan? Boosting bosqichi ekan. Bu ham o'sha kuchaytirish bosqichi. Bular kuchaytirish bosqichlari barchasi. Bu bosqichda ham albatta nima? Modelni kuchaytirish bosqichi qilinadi. Ya'ni XG boost, light GBM, cat boost, tez va kuchli algoritmlar bilan modelni nima qilamiz? Ishlatish, overfitting, underfittingni nazorat qilish, feature importance'larni to'g'rilash, shape bilan tekshirish bosqichlari mana shu boostingda nima qilinar ekan demak, bajarib o'tilar ekan. Endi bizda shunaqa qadamlar borki, aytaylik, supervised machine learningda bitta outputli targetimiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Endi targetimiz ikkita bo'lib qolishi ham mumkin. Ya'ni multi output, multitask learning degan bosqichimiz ham bor. Mana shu bosqichlarni qo'shamiz endi. Tak, Ctrl C, Ctrl V qilamiz. Mana bu yerda demak 17-bosqichimizda nima ekan? Ya'ni multitask strategiya deymiz. Multitask strategiya, bunga OVO keyin mana bu belgini qo'yamizda. OVR mana deb qo'yamiz. Bular multitask strategiyalar ekan. Tak, mana buni o'lchamini to'g'rilaylik. OVO va OVRlar bor bizda. Bular nima dedik demak? Multitask strategiya. Ya'ni bizda one with rest, one with one degan anular bor, konfiguratsiyalar bor. Qaysi modelga mosligini test qilish. Mana bu OVO, OVR bosqichlari ekan. Endi xuddi shuni multitask strategiyadan multi output, multitask learning bor. Mana shuni yozamiz. Bu keyingi nimamiz ekan demak, bosqichimiz bo'lar ekan. 18 multi task learning deymiz mana bu yerda. Multitask learning va multi output. Mana bu bosqich ekan. Ya'ni bizda bitta output bo'lmaydi-da, bir nechta outputlar bo'ladi. Ya'ni chiquvchi qiymatlar bir nechta bo'ladi. Mana bu multitask output hisoblanar ekan. Endi yana bitta muhim bosqichlardan biri, buni ham ko'rib o'tishimiz kerak albatta. 19-qadamda bu keladi. Ya'ni cost sensitive learning bor. Cost sensitive learning mana bu bosqich, mayli hozir bunday deb yozib qo'yayda, tushunarli bo'lsin. Class weight balancing deymiz. Mana class weight balancing bosqichi. Ya'ni klasslarga, mana bu yerda klasslar multi output bo'lib ketdi-ku. Ya'ni ko'paydi. Outputlar ko'paydimi? O'shanga nima qilish? Demak, weight, og'irlik berish bosqichi. Class weight deyiladi. Ya'ni model parametrlariga class weightni balanced bor, boshqa turlari beriladi. Entropy, penalty deganlari bor. Bular albatta ichiga kiriladigan bo'lsa, ancha ilm bor ichida. Lekin asosiy tushuntirilgan joyi klasslarga, ya'ni bir nechta klass output bo'layotgan jarayonda mana shu klasslarga nima qilish? Og'irlik berish. Weight balancing. Mana shu narsa ham ko'p so'raladi ishga kirayotgan paytda. Aynan misol uchun mana weight balancing, class weight balancing bilasizmi deydi. So'rab qolish mumkin. Mana shu bosqich ham nima ekan demak? Bizda muhim bosqichlardan biri hisoblanar ekan. Keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, 20-qadamga kelibmiz mana. Mana ko'radigan bo'lsak, qadamlar ko'p.
qilinadigan ishlar ko'p. Bitta sun'iy intellekt yaratguncha ancha bir necha oylab misol uchun jarayonlar ketadi. Keyingisi hyperparameter tuning deymiz, ya'ni mana shu chiqqan natijani biror bir bizning modelimizdan chiqqan natijani nima qilish, rivojlantirish, o'stirish, mana shu bosqichi. Ya'ni qo'shimcha parametrlar orqali buni nima qilar ekanmiz? Tuning qilib ko'paytirish, rivojlantirish bosqichi hisoblanadi. Buni ham endi ichida smooth deganlarimiz bor, Bayesianlar bor, misol uchun grid search CV, manual search, Aptuna bor, juda ham ko'p. Randomized searchlar bor, bular ichida o'rganiladigan qadamlar. Keyin mana bu yerda nima bor? Offline testing degan bosqich bor. Offline testing. Ya'ni biz o'zimiz mana shu chiqayotgan natijani qanchalik to'g'ri bo'lganligini va bizga qanchalik xatolik bilan, qanchalik to'g'rilik bilan javob berayotganligini nima qilishimiz kerak ekan demak. Tekshirishimiz kerak. Mana buni ko'rib olishimiz kerak. Albatta bu juda ham muhim bosqichlardan biri hisoblanar ekan, offline testing ham. Offline testing qilib bo'lganimizdan keyin error analysis bor bizda. Ya'ni analizlarni qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tak, mana bu yerga yozamiz. Error analysis. Ya'ni xatoliklarni tekshirib chiqish. Ya'ni qayerda xato qildi, qanchalik miqdorda xato qildi va mana shu xatolarni qanday to'g'rilash choralarini ham nima qilamiz? Ko'rib, to'g'rilab o'tamiz, misol uchun. Endi mana bu misol uchun bu shu bosqichlarni endi bu orasida misol uchun mana qo'shimcha qilinish kerak bo'lgan, lekin anovlar ham bor, tashlab ketayotgan joylari ham bor. Buni ichma-ich endi bu umumiy mana shu bo'lim ichiga kiradigan biror anovlar bor. Mana shu ishlar bo'ldi deylik. Offline testing bo'ldi, error analysis bo'ldi, tuning hammasi bo'lgandan keyin model deployment degan narsa bo'ladi. Model deployment bosqichida mana ko'rishimiz mumkin. Tak. Model deployment bosqichida biz nima qilamiz? Deployment ishlari, REST API xizmatlari, Fast API'lar qilinadi, Dockerlar qilinadi, CI/CD for models degan narsalar bor, ya'ni avtomatlashtirish jarayonlari, monitoring hooks qo'shishlar, prediction loglari, error rate'lar, ya'ni xatoliklarni baholash. Mana shu bosqichlar, mana shu model deployment bosqichida nima qilinar ekan? Bajarilar ekan.